sevdaya gönül verdim. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Merak edip hiçbirini sordum mu? Bunlar nedenini sordum. Var hiçbir ko'zingga qarasang o'lasanmi, ahmoq? Uç kuruş. Para bitti. Şöhret bitti. Düşmanlarla yarışırız. Para çok. Mankenlerle yarışırız. Güzeliz çok. Bütün gözler üstümüzde, çekemeyin çok. Yakal arabamız var, havamız çok. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Söyle. Hayat bizde, her şey bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Çakallarla yarışırız. Para çok. Sohbete karışırız. Kaliteyiz çok. Ailemiz zirvede, markayız çok. Bomba gibi geliyoruz, ezeriz çok. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Söyle. Hayat bizde, her şey bizde. Sizde ne var? Her şey bizde. Sizde ne var? Maşallah. Oy parchadeksan. Riya platformasi Odamlar buyurtma yo'l binoan sarfasini ko'rib qo'yibsin. o'zbek tiliga o'girilgan. Kuyov bolaga tan berishsin. Hal qilgansana? Og'a, kartalo ham hal qilgan-a? Ha, uni so'ragandik. Bu ish bitmaydi-yu. Og'a, xudo xayringizni bersin, nima deyapsiz? Kelin kema bo'lmasa tegmayman deyapti. Uka, yerda yurmaydi deyishdi. Biz Sulton Mehmetmidik. Yerdan qanday qilib olib o'tamiz? Obbo. Xo'sh, Qaradan o'tmas ekan. qanday bo'lsa, munosabatlarimiz yakunlandi, Davud.
Ha? Gulim, nimalar deyapsan? Axir ertaga to'yimiz-ku. To'y bo'lmaydi. Senga tegmayman. Opa, sarpolarchi? Bosh ko'zimdan sadaqa bo'lsin. Hammasini olaveringlar. Ya qoyil, Sevgilim, shoshma to'xta. Azizam, Ketdik, bo'ling tez. avval meni eshit. Olinglar. Ey, meni eshit, sevgilim, shoshmasang-chi, azizam, to'xta, iltimos. Qani, tezroq. Qani, bo'linglar, tezroq. Og'a, bu nima qilganingiz axir? O, qaranglar xaloyiq, kemani qarang. To'y bo'lyapti. Kelin kema so'rabdi deyishdi. Qalay, shu bo'laveradimi? Katta rahmat og'a, albatta bo'ladi-ku-ya, ammo kelin turmushga chiqmayman deyapti. Kim? Menmi? Kuyovimni sarpolarini joyiga qo'yinglar. Ha, mayli, to'yda ko'rishamiz. Og'a, qarang, ertaga kechikmay tag'in. Sizsiz to'yni boshlashmaydi. Ukam, to'yni biz emas, baron boshlaydi-ku. Shunday-ku-ya, og'a, baron siz kelmasangiz boshlamaydi-da. Ha, yaxshi. Dorilaringni ichdingmi? Vaqtidan o'tmasin. Biroz tinchlansanchi o'g'lim. Sal tinchlanib ol. Ichdim. Xavotirlanmang. Yaxshi. Og'a, yana qancha kutamiz axir? 1 soat bo'ldi-ku. O'g'lim, yordamchi kuch kelmasdan kira olmaymiz. Ichkarida nechta odam borligini bilasanmi? Muammo tug'iladi. La'nat aniq qochib qoladi. Bunisi aniq. Yordam guruhi kelguncha u juftakni rostlaydi, komissarim. Efay qayerga? Batu og'zi burningni qonataman, tushundingmi? Hech qayerga qimirlama. Uqdingmi? Yordam guruhiga xabar qil. Ot. Rushan og'a. Ha, nima deysan? Ana bu Konyalikka buguncha siz navbatchilik qilib turing. Kartalog'i qo'ldan qochirmanglar deganda. O'zi nega turmaysan? Meni ozgina ishim bor edi, og'am. Ya tavba, seni qarayu Shayxsuvar. Meni yonimda so'kinmasang-chi. O, komissarim, xayrli oqshom, marhamat. Mehmonimiz bo'ling. Bugungi dasturimizda faqat jonli ijro. Men qo'shiq tinglashga kelmadim, birodar. Komissarim, bu yer ombor. Chang bo'layotibdi, ustingiz kirib bo'lmasin tag'in. Eshikni hozir och. Komissarim, kalitim yo'q. Qanday ochaman? Ana bu politsiyachi keldi. Komissarim, o'zingizni charchatmang. Yordam kuchlarsiz kepsiz. Eshik ortidan nima chiqishini bilib bo'lmaydi axir. Shunday emasmi, Rushan og'a? Ha, xudo saqlasin komissarim. Shunaqami? Devorga qara. Qani bo'l. Erim. Batu, guruh qayerda qoldi?
Yer. Nima bo'ldi? Bu yerlar sizga og'a. Yaxshi. Chiqinglar. Tez qimirlang. Kartal. Burgutim. Men keldim. Boshlig'ingiz qayerda? Aytmaysizlarmi? Yaxshi. Nimalar bo'lyapti? Nima gap, tinchlikmi? Tinchlikmi? Voy xudoyim, nima bo'lyapti? U nima qilyapti? Nima bo'ldi? Kayfiyatingiz tushib ketdi? Yoki bular yangimidi? Komissar bey, unday qilmang. Aybimiz bo'lsa jazoim. Komissarim, sizga to'pponcha berishdi-yu, ammo otishni o'rgatishmabdi-da. Atrofga otishingizni qarang. Shunga hojat bormidi? Qo'ng'iroq qilsangiz o'zim borardim. Nima bo'ldi? O'yinchoqlaring ishdan chiqqaniga xafa bo'ldingmi? Meni xafa qilmoqchimidingiz? Bu haqda gap bo'lishi ham mumkin emas. Pulsiz bilan o'rtamizda muammo bo'la olmaydi-ku. Kerak bo'lsa yigitlar hal qilishadi. Menga sen keraksan. Ovora bo'libsizlarda, kelmasangiz ham bo'lardi, hammasini olib ketinglar tez. Do'stlarimizni ovora qilishingiz shartmidi? Bir o'zingiz 70 tasiga bas kela olasiz-ku, to'g'rimi? Ish qilib og'ritmadimmi? Aksincha, bunaqa narsalar menga yoqadi. Yaxshi, qamoqda ko'prog'ini ko'rasan. Yutmoqchi bo'lganlar o'ynamasin. Qimor yaxshi narsa emas. Xayrli kech, Kartal og'a. Xayrli kech. Ko'chadagi ko'ppakni og'a deyaverib, mamlakatni mafiyaga to'ldirib yubordinglar. Barakalla ukaginam, ofaring. Shunday davom etaver. Bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi? Kimi büyük, kimi böcek, kimi kul, kimi büyük, kimi böcek, kimi kul. Merak edip hiçbirini sordum mu? Bunlar nedenini sordum. Bir anadan dünyaya gelen yolcu, bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi?
Xalit. Aybga buyurma azizam. Uyg'otvordimmi? Ovozini o'chirmagan ekanman. Qaravering, o'rab bo'ldim. Ro'mol o'rasang ham o'ramasang ham farqi yo'q. Baribir juda ham chiroylisan. Juda go'zalsan. Darrov ketasizmi? Dorilaringni unutma. Mana bu pushtisi to'q qo'ringga chiladi. Xo'p. Bugun ertaroq qaytaman. Ha, albatta. So'z beraman, bir vaqt kelaman. Nimadir kerakmi? Senga nima olib kelay? O'zingiz kelsangiz bo'ldi. Men-ku kelaman. Balki nimadir yeging kelayotgandir, qaytishda olib kelaman. Kechqurun oling. Kechqurun? Anchadan beri yegim kelayotgandi. Xo'p bo'ladi. Olaman. Yong'oqlisidan oling. Bilaman azizam, yong'oqsiz yemaysan. Nimadir bo'lsa, Qo'ng'iroq qilaman, xavotir olmang. mayli unda. Nima bo'ldi o'g'lim? Erta tongdan tinmay qo'ng'iroq qilyapsan? Voy, ish vaqti boshlandi-ku. Erta tong qoptimi? Rahmat Ferdi o'g'il. Sen byurodamisan deyman. Uyga ketganim yo'q. Sening ishing nima bo'ldi? Yaxshi, hali so'roq qilishyapti. Bir nechta hujjatlar to'plama kerak ekan. Ular sizni tortmangizda turganida, tortmangiz esa qulf doimgidek. Hamyonni tutib tashlama. Bo'lmasa, kalta giysan. Meni kut bo'ptimi? Hozir boraman. Xo'p, qo'limni tekkizmayman. Tortmangizda nima bor ekan-a? Ha, bo'pti, og'a kelavering ko'rishguncha. Og'a, qo'yib yuborishyapti. Kelganiga qancha bo'ldi o'zi? To'g'risi bilmayman. To'polonda boshqasini ushlab kelishganmish. Sakir mudir kartalni qo'yib yuboringlar ketsin deganmish. Chalg'itib tur, hech qayerga yo'qolmasin. Bu qanaqasi, komissarim? Og'a, nega doim gapni eshitmay chala qoldirib ketaverasiz, a? Ker. Nima bo'ldi? Bir savolim bor edi, mudirim. Bu kim? Mudirim, bu shaxs milliy miqyosda qimor bilan shug'ullanadigan garov saytlari yaratgan. Oqsaroyda naqd ikkita edi, to'g'rimi? Ikkita mayxona yuritadigan. O'sha mayxonalarning ostida qimorxonasi bor bo'lgan tashkiliy jinoiy guruhining lideridir. Turk Eskabara. Shuncha vazifasi bor bo'lgani uchun ham ko'p uxlamaydi. Eng boshidagisini olib kelsang bo'lmasmidi? Olib keldim, kartal ichkarida. Olib kelish mendan, qamatish esa sizdan, mudirim. Biz makonini bosdik. U yerdan nima chiqadi deb o'ylayapsan? Ha? Bu yerlar mana bu odamning nomida-ku. So'roq qilinganlarning bari kimning ismini aytdi? Buning ko'rsatmada kim hammasini tan oldi? Bu qimorxonaning butun tushum hisob kitobini kim ko'rsatdi? Bu Tushum deysizmi? 6 kara 8 nechi bo'ladi? Javob ber, 6 kara 8 nechi? 25. Seni qara-ku. 25. Shuning ishi. To'g'ri, mudirim. Qara jadval bilan prokurorni ko'ndira olmaysan. Kartalni hibsga olmoqchi bo'lsang, dalil keltir. Dalil olib kelishim uchun kartal qamoqda bo'lishi lozim. Bo'lmasa birgina buyrug'i bilan hamma jinoyatini manavanga o'xshagan ovsarlar bo'yniga oladi. Nega tirjayapsan, a? Nega irjayasan? O'zingni shunchalik zo'r deb o'ylayapsanmi? Og'ayni himoya qilyapsan-da, sen uni zarracha ham qiziqtirmaysan. Mudirim, menga bir hafta muhlat bering. Hech bo'lmasa 3 kun. 3 kungina kartalni hibsda ushlab turing. Ildiz bilan tozalab tashlayman. Qo'y bola, kartal u yerga o'yin o'ynagani bordim deyapti. Boshqa ishlarga uni daxli yo'q. Bor, lekin yo'q. Nima uchun? Chunki dalil yo'q. Tushunarli. Qayerga? Qayerga ketyapsan? Dalil topishga. Kartalni ozod qilasiz-ku. Baribir bekor turmaydi. Pullik o'yinlarni ham yaqinda internetga joylaydi. Keyin hech qayerni bosa olmaymiz. Issiqligida harakat qilaylik, mudirim. Sen nega bu yerda turibsan? Hey! Olinglar mana buni. Tezroq bo'ling. Jin urgur. Og'a. Komissarim. Oling. Bu nima? Buni ushlab tur dedingiz-ku? Bular kartalnikimi? Xayolimga boshqa narsa kelmadi-da. Birodar, telefon uchun hali ko'p kutamizmi? Uni Amerikadan jo'natishganda. Bunchalik uzoq kutmagandim. Hozir olib kelishadi. Yaxshi.
Ko'nyalikka qo'ng'iroq qiling. Biroz edi, biror noxushlik bo'lmadimikin? Xo'p. Nima gap o'g'lim? Ahvoling yaxshimi? Nima deyapti? Shoshmay tur. Kartalog'i xavotirlanyapti. Yoniga bora olmadik-ku, yolg'iz qolib ketding. Yo'q, nima ham bo'lardi? Ishlar bilan band edim. Sizlar chiqdingizmi? Yo'q, hali kutyapmiz. Sen o'zing ehtiyot qil, xo'p? Bo'ldi, hech nima bo'lmaydi-ku. Og'am shunday deyapti. Ehtiyot bo'lsin dedi. Nimanidir sezayotgandir. Bo'pti, omon bo'l. Nega bunchalik qo'rqasizlar, ha? O'sha ko'nyalik qayerda? Bu yerdaman, og'a. Og'ayna, endi telefon va hamyonimni deb yana bir kecha tunaymanmi bu yerda, a? Endi yugur ishari ham o'zingga qolib ketibdi-da. Bu yerdan hoziroq jo'na. Shundoq ham ketaman. Mehmonxonangiz menga umuman yoqmadi. Yotoqlar juda ham qattiq ekan. Xizmat ko'rsatish ham abgor, umuman boshqa kelmayman. Kelmaysan albatta, nega ham kelarding? O'rningga boshqalar yotib chiqaverishadi. Sen ko'plardan voz kecha olasan, to'g'rimi? Sen aybdorsan-u, ular qamalishadi, ha? Nima qilibdi? Bir bechoraning cho'ntagiga 3 qurush solib qo'ysang, o'rningga qamalib chiqaveradi. Qoyil, Efe komissarni qaranglar. Lo'li bolalar uchun qayg'uryapti, bizdan tashvishlanyapti. Menimcha sen o'zingni ular bilan tenglashtirmaganing ma'qul. Xudo xayrini bersin, men ham xuddi ulardekman. Birozgina oqsaridan kelganman shu xolos. Lekin menga bir narsa yoqmadi, aytaymi nima? Xo'sh, Bechora deyapsan-ku. G'arib bechoraday yurganimizda bizni ko'ra olmaysizlar, xuddi yo'q deymiz. Doim bizni to'sqinlaysizlar. Qo'limiz biroz pul ko'rsa, hisob so'rashni boshlasak bormi? Shartda radaringizga tushamiz. men nimaga ishqibozligimni bilasanmi, burgutim? O'z haqqimizni izlayapmiz deya qoidalar o'rnatib, o'zingizga bino qo'ya boshlaysizlar-ku, ha? Negadir ensam qotadi-da. Nima emish? G'arib bechora emish. O'z haqqini himoya qilarmish, yana bir nimalar. Bu ertaklaringni borib bolalarga aytasan. Keyin eshiging tagida og'a o'l desang o'lamiz deya yurishadi. So'ngra umrbod qamoqda chirishadi sendek 200 lamachi uchun u ovsarlar. To'g'rimi? Ular meni himoya qilsa, mukofotini ham olishadi. Bu juda oddiy qoida. Demak, mukofotlanishadi-de. Soating chiroyli ekan. Tillami deyman. Narx qancha? Boshqachasi qichishtiradi. Narx qanchaligini ayt. 50 minglar bordir, senga yoqqan bo'lsa. Yo'q, hisoblab ko'ryapman. Seni o'rningga hibsga olgan odamimizning cho'ntagida 27 lira bor edi. Axir oramizda hech qanday farq yo'q deyotganding-ku. Qiziq, u ham mana shunday soat taqishi uchun qancha ishlash kerak? Shuni hisoblashga urinyapman. Kunlik to'laysanmi yoki haftalikmi? Aniqrog'i, o'z iflosliklaringni xaspo'shlash uchun bir odamning hayotini barbod qilish uchun senga qanchaga tusharkan demoqchiman. Meni birodarlarimni bu ishga aralashtirma. Xato qilyapsan, komissar. Ular hatto kiprik qoqmay hayotlardan kechishadi, to'g'ri? Shunday bo'lsa ularni qamaysan. Masalan, Nezihni olaylik, Azatni olaylik, uni qamaysanmi? Yo'q. Nima uchun? Chunki sening kuching faqat bizga yetadi. Sen aytgan adolat tarozisi faqatgina bizning gunohlarni o'lchaydi. Atrofingda uvillaydigan bo'ri-yu shoqollarni eshitmaysan, xo'sh? Unda nima bo'ladi? Sen ishingni qilish bizning zimmamizga tushadi. Men ishga kechikyapman. Boshqa gaping bo'lmasa, men qochdim. Nega qocharkanman? Ijozat bersang ketaman. Sen nima qilding? Hech nima qilmadim, og'a. Qo'yvor deyishdi, qo'yvordim. Modomiki kelgan ekansiz, tortmangizni oching, og'a. Kechagi hujjatlarni ko'rib chiqamiz.
Efe, Og'a, nima qildim? Qoidaga binoan ishlatyapsizlar. Men ham shunday qilyapman-ku. shaxsiylashtirib yuboryapsan o'g'lim, bunday qilma. Bu ishning oxiri voy bo'ladi. Bunisini vaqt ko'rsatadi, og'a. Bilib bo'lmaydi, balki bu filmning oxiri baxtli yakun topar. Kim bilsin? Og'a, to'y bugunmidi? O'tib ketmadimi? Ha, bugun Kartal. Kuyovning sovg'asichi. Ha, seniki tayyor. Ha. Radioni o'chir. Qo'shig'ini o'chir deyapman. Bacham, kayfiyatimiz. Qo'shig'ini o'chir. Xo'p, og'am, xo'p. Voy yaramas Husayn. Tek quloqsiz bola-ya. Hozir oyog'ingni urib sindiraman. Hey, bo'la qol. Voy sen hali ham yo'lni o'qiydigan bo'ldingmi? Ketdik. Sen ta'zirini beraman tirrancha. Yo'ldan qoch. Kuningni ko'rsataman. Ehtiyot bo'l. Hali qaytib kelasan-ku. Ko'rasan mendan. Voy, zo'r bo'pti, ha. Ha, yelkani boplashdi. Ha? Ulasanchi tezroq. Og'a, yetmayapti-ku. Yetmayapti deganing nimasi? Qanaqasiga yetmaydi? Seni qara-yu, o'sha yerda tur. Sen yugur, ulagishni olib kel. Tezroq qimirla. Ey, Juda chiroyli bo'pti. Ha, nimasini aytasan? Kartal og'a kelyapti. Sen qimirlama. Qimirlama. O, Kartal og'a. Kartal og'a. Salom Kartal og'a. Xush kelibsiz. Qaraysizlar. yaxshimiz og'a, o'zingizchi? Salom Kartal og'a. Bo'ldi. Xush kelibsiz og'am. Bo'ladi. Xush kelibsiz og'am. Bo'ldi, yetarli. Kelibsiz. Kartal og'a, xush kelibsiz. Bo'l. Xush kelibsiz og'am. Uka, buni yerda yurg'izgani olib keluvdik, kamiga yelkan hamil deylarmi? Shu kuni bo'lsa mayli. Undan ham zo'ri bor og'a. Sizga aniqroq tushuntiraman. Ana chiroqlarni yoqamiz. Xo'sh. U yerda sozanday nog'orachilar o'tirishadi. Mana bularni esa kelin tepaga ko'taramiz. Xuddi yelkan kabi. Hammasi zo'r bo'ladi. Ahmoq, qiz yiqilsa ko'zi ko'karishi, boshi yorilishi mumkin. Og'a, ayollar shuni xohladi. Yo tavba. Bo'pti, bilganingizni qilavering. Lekin oldindan aytay, nimadir bo'lsa tez yordam shifoxona ishlariga meni aralashtirmanglar. Tashvishlanmang og'am, o'zim hal qilaman. Bacham, qayerga? 2 qadam joy bo'lsa ketdik. Qo'yaver, bolalar biroz o'ynashsin. Kemani suvga qo'yishing bilan mashinani olib kel. Ehtiyot bo'l, o'lasan. Albatta. Voy Kartal og'a. Qaraysan. Ber, to'kurmasin tag'in. Uni hamila. Gasso. Roshan og'a. Ha? Bu qachon bitadi? Hovlini ham qurilish binosiga aylantirdingiz. Tugasa bitadi. Tavba. To'g'ri. Biz nega bu haqda o'ylamadik? Boshqa o'yin o'ynarmiz. Sochim qalay bo'libdi? Assalomu alaykum. O'zimga yoqdi. Ha, Assalomu alaykum. ahvoling yaxshimi bolam? Yaxshiman. Qani bir aylanchi. Yo'q, hech qayerim lat yemadi. Qani ko'zimga qarachi. Xudo haqqi. Ovqatlanmasak bo'lmaydi. Qani og'zingni och. Sen o'sha yerda turaverasanmi? Ildiz otding-ku. Yo'q, hamma. Bacha nimadir deyotgandi. Nima deyotgandi? Ko'nyalikdan xabar olaylik dedi. Rushan og'a telefonlashdi. Yaxshisi bir qarab kelay, bacham. Ha bor. Keyin menga xabar qil. Yaxshi. Haliga Rushan og'a ko'rishguncha. Ha, yaxshi bor. Men tezda qaytaman, bacha. Ammajon, yaxshi qoling. Endi hali beri qaytmaydi u. Ishing zarur bo'lsa o'zing qilaver. Obbo, yana boshladingizmi?
Nimadir chiqdimi og'a? Yo'q. Birgina ism bor. Bu pulni uning hisobiga o'tkazishgan Saliha Gulli degan ayol. Tavba, u kim ekan? Soxta tizimda qayd etilmagan. Soxta hisob varaqlar, bank raqamlari, internet, kompyuter. Mayxona-yu pokerdan qayerlarga kelib qoldik-a. Ha, og'a, texnologiya bu. To'g'ri-yu, lekin kartal bunaqa ishlarni tushunmaydi. U yer ostiga ko'msang, u yerda sharoit yaratib oladiganlardan. Internet deganlarni tushunmaydi. Birortasini topgandirdi, pulini bergan bo'lsa, ha, o'sha odam aynan kim? Biz uni topishimiz kerak. Ular to'y qilishmayotganmidi? Ha, Hozir hammalari o'sha yerdadir. Soxta Salihadan tortib kompyuterchisigacha. To'g'rimi? xo'sh.